Kuzda Bing taqdim etadi. Tianxian Tudovning Osmon bo'ylab jang asaridan olingan.水皱皱沙条条，红尘已未了。有多少往事心头缠绕？对与错空蹊跷，又何惧跌倒？只盼着斗气比天高。少年泪从不追，也可归。总是百般滋味，都随血脉腾飞。要在梦里燃起火，照亮天黑，许他年岁。少年泪到天涯都无悔，命运孤注一掷，不愿同日伤悲。让雨打湿翅膀，再振翅高飞。少年泪如蝶坠，也干脆从不稀罕暧昧。只有好坏是非，要遇过黄山大漠才能磨灰，焚心烧杯。少年泪，清风随似流岁，总是匆匆游去，不待绿晓风退。让雨打湿翅膀，再振翅高飞。Osmon ustidagi janglar 4-fasl 3-qism. Xiaoyan haybadon orqali Yao Laoni qanday uyg'otishni o'rgandi va har qanday holatda ham ustozini uyg'otishga qaror qildi. Biroq o'zini aybdordek his qilib va xatolar haqida o'ylashni davom etardi. Fursatdan foydalangan Lobu isyon ko'tardi va Xiaoyanga duch keldi. Xiaoyan barcha g'azabini Lobudan oldi. Bu Xiaoyanning o'sishidagi eng katta qiyinchilik, ya'ni Xiaoyanning umidsizligi. Shuning uchun ham meni topa olmadik. U shu yerga yashirinib o'z ichkani keldimi? Nega meni chaqirmadi? U haliyam o'ziga kela olmaganga o'shqaydi. Aka, biz bunday kuchga ega bo'lish uchun 3 yil ichida yana qanchalik ko'p narsani boshidan kechirgan bilmayman. Qani ketdik. Biz unga yordam bera olmasak ham, biz doim u bilan icha olamiz. Hoy, Yan. Ding, Li, 来，坐。 bir kechamizmi? Aha. Rahmat. Logo bilan shug'ullangani uchun tashakkur. 喝，喝。 Buni deyarli unutdim. Ding, bu mahoratingga mos Xuan sinfidagi texnika.
Bunda ilg'or dov ko'nikmalari bor. Bundan keyin lobuga o'xshaganlar umuman bezovta qilmaydi. Ajoyib, keyinroq tekshiraman. Hoy. Biz uchun. Yan. Hamma narsani ichingda saqlama. Leva, men sening oilayman. Ehtimol biz senga yordam bera olmasmiz. Ammo muammolaringni bizga ayt. O'zingni yaxshi his qilasan. Men xato qildim. Bunda o'zimni kechira olmayman. Hov. Bu juda yomon. Lekin men ishonchim komilki, hamma ham xato qiladi. Bu haqida gapiradigan bo'lsak, Ili va men o'rtoqlashadigan ko'p hikoyalarimiz bor. Ha, bir marta men mijozni kuzatib borgan edim. O'sha paytda men biroz ahmoq edim, lekin men akamni rejasiga ko'ra ish tutganman. Men hammamizni xavf ostiga qo'ydim. O'sha paytda men akam men tufayli o'ldi deb o'yladim. G'irda aqldan ozgan edim. Ha, o'shanda xalta qilib qo'ygandik. Lekin men doim Liga ishonaman. Oxir-oqibat u hammani qutqardi. Ha, bizning oilamiz a'zolari hech qachon chekinmaydi. Barcha qiyinchiliklarni yenging va ortga chekinmang. Albatta xayolingdan nima kechayotganini bilamiz. Lekin hech qachon og'rig'ingni his qila olmaymiz. Lekin bu rostdan ham oxirimi? Bu to'g'ri. Ertaga birinchi navbatda poytaxtga jo'nab ketaman. Yan, tez orada 3 yillik shartnoma imzolanadi. Sen tayyormisan? 3 yillik shartnoma? Nalang yaran. Kuchli bo'lish uchun so'nggi 3 yil ichida juda ko'p narsadan voz kechdim. Yan, agar sen butun tumanni tark eta olmasang, biz butun tumanni buning uchun pul to'lashga ishonch hosil qilamiz. Hayotimizni xavf ostiga qo'ysak ham, qanday bo'lmasin, ishonamizki, bir oy o'tgach Jamba imperiyasidagi hamma seni ismingni biladi. Tushundim. Qani? Deng? Li? Hammasi joyida. Qani oldik. Rahmat. Ikkalangizga ham rahmat aytmoqchiman. Bugungi kun uchun katta rahmat. Agar siz bulutlar dengizida bulutli tuman hayvonini mag'lub qilmoqchi bo'lsangiz, uning zaif nuqtasini topishingiz kerak.
Ustoz, biror narsa sizni bezovta qilayotganga o'xshaydi. Menga g'amxo'rlik qiladigan narsa bor. Tumanli bulutlar mazhabini bir necha kunga tark etishim kerak. Esingizda bo'lsin. Xiao Yan bilan tuzilgan 3 yillik shartnoma 1 oydan kamroq vaqt ichida amalga oshadi. Ustoz, men so'nggi 3 yil davomida bu haqda o'zimga eslatib turaman. Kecha otamdan xat oldim. Bobomning tanasidagi qichiruvchi zaharni olib tashlay olmadik. Hozirda uning ahvoli yomonlashmoqda. Bu men 3 yil oldin shartnomani bekor qilishni talab qilganim uchun sodir bo'ldi. Men bobomni xafa qildim. Xafa bo'lmang. Ketishdan oldin Guga bilan gaplashaman. Undan keksa usta Naloni davolashda yordam so'rayman. Rahmat, ustoz. Kichik uka, o'zingni ehtiyot qil. Eslab qol, hayot bor joyda umid bor. Yan, o'zingni ehtiyot qil. Janob Hay, qani ketdik? Ziyo hazratlari, biz qo'shin va yuklarni yig'ib bo'ldik. Poytaxtga istalgan vaqtda ketishimiz mumkin. Nihoyat shartnoma amalga oshadi. Xiao Yan, ahvoling yaxshimi? Ko'rganimga ancha bo'ldi. Bo'yi o'sgan bo'lsa kerak. Butler Xiao, qani poytaxtga jo'naymiz. Ha, Xiao hazratlari. Poytaxtda o'zimiz ucha olamiz. Uchib yuruvchi hayvon bizdan ancha sekinroq. Ruhiy kuchim buzilgan. Shuning uchun uzoq safarga yaramayman. Ammo baribir siz tufayli endi men ruhiy kuchimni qanday tiklashni bilaman. Rahmat kerak emas. Har birimiz kerak bo'lgan narsani olamiz. Men dorilarni qayta ishlash bo'yicha sizga ishonaman. Men boshqa alkimyogarga ishonmayman. Ammo sizdagi tushkunlik dori tayyorlashga ta'sir ko'rsatishdan xavotirdaman. Sizdagi to'g'rilik menga yoqadi, janob Hay. Ikkinchi darajali tabletka uchish narsa emas. Men akam 3-darajali hapni tozalay oladi. Bilasizlarmi, bu safar ishtirokchilar juda ham ko'p. Kechirasiz, men unda yoqmoqchi emas edim. Hech kisi yo'q. Hoy, siz 2-darajali alkimyogarsiz, to'g'rimi? Yosh alkimyogarlar juda kam uchraydi. Janob Hoy, Hay, siz ham alkimyogarlar konferensiyasi uchun poytaxtga borasiz. Biz ham u yerga ketyapmiz. kuchli 10talikka kirsam, oilamga sharaf keltiraman. Eng yaxshi 10talik tushingda. Agar sen 100talikka kirib qo'ysang ham katta gap. Alkimyogar konferensiyasi. Ishonchim komil emas. Men u yerda ishtirok etmayman. Siz axir alkimyogarsiz, lekin u haqida bilmaysiz. Bu Jami imperiyasining barcha yosh alkimyogarlarning orzusi. To'g'ri, bu biz uchun katta imkoniyat. Siz 2-darajali alkimyogarsiz. Bu haqida qanday qilib bilmaysiz? Jam kelyapti. Chuyun imperiyasining alkimyogarlari ham mohirga o'xshaydi. Ular Chunyun imperiyasidanmi? Ha, Jami imperiyasidan tashqaridagi barcha imperiyalar o'z alkimyogarlarini jo'natgan. Lekin imkoniyatlar borasida bizni yenga olmaydi. 7ta ketma-ket tanlovda g'olib bo'lgan Jami imperiyasining alkimyogarlari. Tushunarli. Omad sizga.
Yosh xonim, taxminlarga ko'ra ertaga ertalab yosh usta Xiaoyan jami imperiyasiga Xiaoyan keladi. aka, nihoyat 3 yillik shartnomani bajarish arafasida. Yosh usta ajoyib yutuqqa erishdi. Bir muncha vaqt avval samoviy alangalarni birlashtirib juda kuchli dov siklini yaratdi. U Do Huangdek kuchli odamni Akam doim shunday ajoyib bo'lgan. U bilan birga bo'lgan kuchli Do'xvan kimligini aniqladingizmi? Uning ismi Haybodon. Eng kuchli 10 talikka kirib, Muz imperatori laqabini olgan. Bir necha 10 yillar oldin qirolicha Meduza muhrlab qo'ygan edi. U cho'lda yolg'iz yashab kelgan. Xiaoyan unga muhrni buzishga yordam berganidan so'ng Xiaoyanning yonida qoldi. Uning maqsadini hali hech kim bilmaydi. Maqsadini hech kim bilmaydi. Kechirasiz yosh xonim, Xiaoyan yosh ustada sirli ruh kuchini borligini bilarmidingiz? U odam meni sezib qoldi. Yaxshiyamki yosh usta Xiaoyanga buni oshkor qilmadi. Shuning uchun yosh usta Xiaoyan meni kuzatayotganimni bilmas edi. Ammo nega siz bunchalik g'amxo'rlik qilishingizni Bu ayta haqda olmaysiz? xabardorligidan menga qizig'i yo'q. Sirli va kuchli odamning ruhi hali ham uyquda. Hozirda Yanning ahvolini bilish uchun yordamingiz kerak. Tez orada 3 yillik shartnoma imzolanadi. Agar o'yinda mag'lub bo'lsa, Yan juda xafa bo'ladi. Xo'p. Yosh xonim, Yunji xonim ehtimol Yunlanzon mazhabi rahbari Yunyundir. Men xonimning Xiaoyanga bo'lgan his-tuyg'ularni his qilyapman. Noto'g'ri tushundingiz. Sizga ruxsat. Xo'p, yosh xonim. Xiaoyan aka. Jiayan akademiyasida sizni juda sog'indim. Miter oilasi kutilgandek. Wutan shahridagi filialiga umuman o'xshamaydi. Miter oilasi Jiami imperiyasidagi eng katta 3 ta oiladan biridir. Ular uzoq tarixga va boy merosga ega. Hatto Yan shahrining mo'kilarini ham ular bilan solishtirib bo'lmaydi. Buning uchun ular katta mablag' sarflagan. Bu yer tashqi savdo stansiyalari. Bu yerda sotiladigan narsalar unchalik qimmat emas. Miter oilasining auksion uyi xuddi bizning texnika darajalarimizga o'xshaydi. Ular to'rga bo'lingan: Tian, Dia, Huan va Huay. Tian eng yuqori daraja. Bu yerga kimosh savdosiga qo'yilgan hamma narsa Jiami imperiyasidagi barcha nufuzli odamlarni shu yerga yig'ishga majbur Bu joyni qiladi. qayerdan yaxshi bilasiz? Janob, iltimos, taklifnomangizni ko'rsating. Taklifnoma? Auksion uyiga faqatgina taklifnoma olgan mehmonlargina kira oladi. Bechora kichkina bola, sen bu yerda bo'lishing kerak emas. To'g'ri turing. To'g'ri turing. Ha, ikkinchi daraja. Bolakay, senda qancha oltin tanga bor? Taxminan 200 ming. Boy kirgili. Bor yo'g'i shu pul bilan auksionga kirmoqchimisan? Qayoqdan kelgan bo'lsang o'sha yoqqa yo'qol. Bunga o'xshagan mollarga umuman e'tibor qilmang. Sizni sinov berishga qanday jur'at etingiz? Kulishni bas qillaring. Qo'lga oling buni. Nima gaplar? Janob oliylari, iltimos meni ushlang. Iltimos, yoqimli hid. Xiaoyan,
So'nggi bor uchrashganimizga ham 3 yil bo'libdi. Deyarli tanimadim. Yafe, har doimgidek go'zalsiz. O'zdabi tomonidan o'zbek tiliga kirildi. Ovoz berishda va ishtirok etishda. O'zdabbing, biz sizlarga faqatgina eng yaxshilarini ravo ko'ramiz. Keyingi qismlarda va boshqa animelarda ko'rishguncha xayr.